Assalomu alaykum. Arzona qayerda YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan termopanel, ya'ni bu nima desam, Travetinning yangicha ko'rinishdagi bo'lgan akalarimiz o'zlari ishlab chiqaryapti ekan. Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida yaqindagina sexni ochishibdi. Aka, endi bu donaga sotiladimi yoki kvadrat metrgami? Nimaga qara? Ukajon, bu kvadrat metrga sotiladi. Kvadrat metrga? Ha, shunday. 1 kvadrat metri qancha chiqadi buni? Bitta o'zing ko'rsating. 1 kvadrat metri, masalan, buni 1 kvadrat metri 8 donadan iboratda. 8 donadan iborat 120 ming bo'lib chiqadi. Dastavka xizmati ichida bo'ladi. Ha, demak, o'zingiz olib berasiz buni. O'zimiz olib borib beramiz. Agar sizni kanalingiz siz nomingizdan chiqsa, sizga mana shu birinchi, ikkinchi klientlarga bu bonus emas, bonusdan ham tashqari skidka bo'ladi. Narxida skidka bo'ladi. Arzonroq qilib beramiz. Ko'ryapsan, hozir past telefon nomerlarini qoldiraman yoki naзваниyaning ustida ismiga yozib ketaman, nomerlarni qoldirib ketaman. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Qanaqa mana yaltirab turibdi. 8 donasi 120 ming so'm bo'lar ekan, o'g'aylar. Travetinda ham 1 kvadrati 10 dollar bo'ladi, bilsangiz. Buni unda qiyinchiligi ham yo'q ekan. Mana yaqinroq kelib ko'rsatsangiz, o'g'a. Shunday shuvoq bo'lgan joyga shunday orqasiga kley yopishtirar ekan, bu yerga mix bilan yoki samaringiz bilan qotirib ketaverar ekansiz, osongina turaverar ekan. Ham chiroyli ko'rsatar ekan. Buni qalinligi esa 1 sm gacha bo'lar ekan. Toshda, qattiq toshda mana ko'rib turganingizda. Penoplast 3 sm. Penoplast esa 3 sm. Sovuq ham o'tmaydi o'g'aylar, xullas kerak. Shu paxsa devolga ham bo'laveradi. Paxsa devol deysizlarmi? Xullas, tezda bitta ekan. Aka, endi qarang. Bitta katta obyekt bo'ladigan bo'lsa, obyektdagi obyektga zakaz olsangiz, necha kunda bitirib berasiz endi? Endi maydaroq obyektlar bo'lsa, masalan, uylarga bo'lsa, ofislarga, bir ishxonalarga bo'lsa, masalan, kichkina joylar bo'lsa, 2 kunda ham, 3 kunda ham chiqarib beramiz. 2-3 kunda. Ha, kattaroq ob'yom bo'lsa, masalan, 500 kvadrat, 600 kvadrat, 1000 kvadratga joy bo'ladigan bo'lsa, bir hafta 10 kunda yetkazib beramiz o'sha ishlarni hammasini. Endi qarang, bu yerda burchatga ham yasar ekansiz, to'g'rimi? Kattalashtirib Shunday. Men burchatga mahsulot. Bu freezer. Freezer, xullas, plitka deysizlarmi? Mana bunaqa boshqacha stildagi, xullas bu ham termopanel ekan. Shunday. Boshqacha stilda. Boshqa stillarda. Mana bu esa, o'g'aylar qarangiz, mana bu nima eslataveryapti? Travetinda aka. Shunday. Travetin fasonda. Xullas, fasonlar ko'p ekan. Bu yerda rangini o'zingiz qo'shasizlarmi birgacha? Shunday rangini qo'shamiz. Xohlagan rangida chiqarib beramiz. Ha, xohlasa qizil, xohlasa sariq. Shunday. Ha, bu yerda hozir tilla ranglar chiqarib bergan. Juda ham chiroyli chiqqan. Ishqil, meni kallam ko'rinyaptimi? Boshim ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi. Bu yerda qarang. Necha xil fasonlaringiz bor? Qoliplardami? Bir 6 xil fason bor. 6 xil. Burchatkalar ham bir 4 xil fason bor. Mana bitta keling. 6 xil fason bor ekan bu yerda, mana. Bitta kattalashtirib ko'rsatib yuboring, 2x bosib. 6 xil fason bor ekan. Bu sement menimcha, to'g'rimi? Bu Iron oq sementi. Ha, mana ko'rib. Mana shundan qo'shiladi. Mana ko'rsangiz ham haqiqatan Iron oq sementi deyapti, mana ko'rishlaringiz mumkin. Arabcha yozib qo'yibdi endi mana. Bu yerda menimcha bu yerda rasmga tushirib, screenshot qo'yib, mana ChatGPTga tashlasangiz, o'zi qayerda ekanligi shunday. Bu oddiy sementdan qo'shmaymiz, bu mana shu sementdan qo'shiladi, ishlatiladi. Oq sementdan yana bu yerda bu qanaqa mayda toshlarmi bular? Bu o'zining maxsus toshlari. O'zimizda yo'q, boshqa joydan keladi bu. Boshqa viloyatdan. Maydalangan, xullas kepakda kamgina maydalangan ekan, toshlar turibdi bu yerda, xuddi guruchga o'xshab, mana. G'ijir qilib. Ko'plar olib tashlashgan bu yerga. Bu yerga qorib, tayyor qilib, xullas shunday. Ustidan qo'yib, qolipni ustiga qo'yib, shunday tayyorlaysiz. Hozir tayyorlaydigan joy xonasini ham ko'rsatamiz aka. Buni qarang, endi bu atroflari endi tayyor bo'layotganlari, bular. Ha, bu yerdan chiqqandan keyin bu tayyor bo'lganlari. Mana bular kelyaptidan maxsus pechga qo'yilyapti. Shunga qo'yilib, bu yerdan chiqqandan keyin yechilib mana bu yerga qo'yiladi, yechilgandan keyin anaqa taxlab qo'yamiz klientlarga, maxsus joyi bor hammasini. Hozir bu qattiq qishda qanday qurityapti deb savol bersangiz, mana bunaqa elektrический pech o'rnatgan ekan. Shunday. Bu elektrический pechda ichida ancha issiqqina turibdi mana. Ancha issiq ekan. 2 qavat salafan qo'yib qo'ygan. 2 qavat salafan qo'ygan, salafan ham issiq ekan. Erkakmi salafan? Erimaydi. Salafan erimaydi. Erimaydi. Xullas, mana bularni tagiga qo'yib chiqishgan. Bu bir kunda quriydimi, xudo xolasa? Ha, bir kunda quriydi. Bir kun quyiladi, bu kun quritiladi. 2 kun vaqt ketadi. Xudo xolasa bir kunda quriykan o'g'aylar. Endi aka, xullas kalom 1 kvadrat metri termopanellarimizda 120 ming so'm bo'lyapti. Tashqariga chiqaylik, xudo xolasa. Mana bu tarafdan keling akam. Xullas, mana bu termopanellarni agar kimda kim olmoqchi bo'lsa, Samarqand viloyati bo'ylab, xullas yetkazib berasiz, xudo xolasa. Dastavkasi ichida qilib beramiz. Ha.
kattaroq obyektga oladigan bo'lsangiz, dastavkasi ham ichida bo'ladi. Mana past telefon nomerlarini qoldiryapmiz, akalar. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaveringizlar. Akamiz, usta akamiz, ustalarni ham o'zlari topib berishadi kerak bo'lsa. Shunday. Xullas, xizmatlari sifatli, javob beryapti, xudo xohlasa. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Terma panel yangicha bir yangini istab yurgan akalarimiz uchun bo'ladi bu. Travetdan charchagan, zerikkanlar bo'lsa, Shunday. mana shunaqa yangi stillarda ham Bu shunisi bor, bu masalan tayyor g'ishga ham o'rnatilsa bo'ladi, paxsa divolga ham o'rnatilsa bo'ladi, shkaturka yo boshqa narsa qilish shart emas. Birdan joylashtirib ketsa bo'ladi. Shlaka blokka. Ha, shlaka blok qilgandan keyin uy sovuq deydi-ku. Shunday. Bu terma panel lekin undan sovuqda ham shunaqa joylarga zo'r bu. Ha, sovuqda ham o'tkazmaydi, ko'ryapsiz-ku. Xuddi shunaqa bo'ladi, mana. Xullas, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Bitta like yemangizlar, bitta like bosib qo'yingizlar. Hammaga kattakon rahmat. Past telefon nomerlarini qoldirdim. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin.